Keriya turmusida atrat boshlig'i bo'lib vazifa o'tagan bir xodim Keriya turmusidagi emgak maydonlarini Xitoy ko'chmanlarining hududiga olganligi va Uyg'ur mahbuslarning ishga silindiganligini oshkorlash bilan birlikda mahbuslarning turmush qo'rg'usidan emgak maydoniga hayva va tahdid bilan olib chiqilganligini bayon qildi. Mazkur xodim mahbuslarning emgak maydoniga avtomat va avsharkishlar bilan yo'lab olib chiqilib, og'ir bir tahdid ostida ishga silindiganligini oshkorladi. İlgari Keriya turmusida jazo o'tagan, navbatda chet elda yashayotgan bir sobiq mahbus mazkur turmadagilarning qish yoz bekor qo'yilmaydiganligini, paxta tergan mezgillarda qo'llari qopirib, hatto qonab ketguncha ishga silindiganligini oshkorladi. Egilinishcha, Keriya turmusining 10 ming modan ortiq terilgan yeri bor bo'lib, buni Xitoy ko'chmanlar hududiga olgan. Bu yerlarda Uyg'ur siyosiy mahbuslar majburiy emgakka silindi ekan. Uyg'ur majburiy emgakidan foydalanish bilan ayblangan Puma shirkatining bosh ijroiya amaldori Arne Frondet tantarbiya kiyim-kechak shirkatining foydasining bu yil Xitoyda 2 xonalik son bilan eshishni umid qiladiganligini bayon qildi. 2020-yili Avstraliya strategik siyosat tadqiqot o'rni tomonidan e'lon qilingan dokladda dunyoga dangliq 83 g'arb markasining ta'minlash zanjirining Uyg'urning majburiy emgakidan nafga erishganligi ko'rsatildi. Uningdan boshqa Yevropadagi muhim texnika, avtomobil va kiyim-kechak markalarini o'z ichiga olgan 9 shirkat Xitoyning jinoyatiga sherik bo'lgan. Avstraliyaning G'azadagi bombardimonlarga qarshi sadolar kuchaymoqda. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining muavin bosh kotibi Martin Griffiths Avstraliyaning G'azaga qilgan hujumi to'g'risida bayonot e'lon qilib, insoniyat mag'lub bo'ldi dedi. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi G'azaga davomli hujum qilayotgan Avstraliyani to'xtab qolishga chaqirdi. Afsuski, Xitoy islom dunyosiga yaxshichaq bo'lishga urinayotgan bir paytda musulmon davlatlarning hokimiyatlari Uyg'ur erkak qirg'inchiligiga sukut qilib keldi. Egilinishcha, Afg'onistonda hokimiyat beshida turayotgan Taliban hukumatining muavin ministr darajalik vakillar o'miki kelar hafta Xitoyda o'tkaziladigan bir belg'aga bir yo'l munbiriga qatnashadi. Garchi Taliban hukumati dunyodagi hech qanday hukumat tomonidan rasmiy e'tirof qilinmasa-mu, bu Talibanning Beijing bilan bo'lgan rasmiy munosabatini kuchaytirayotganligining belgisi bo'lgan. Taliban amaldorlari ilgari Afg'onistonga munosabatli rayonlik yig'inlarga qatnashgan edi. Yaponiya hukumati Xitoyning kunsari kuchayotgan harbiy kuchi va Shimoliy Koreyaning boshqariladigan bombasini kunsari keskinlashayotgan bir paytda kelgusi 5 yilda mudofaa chiqimini ko'rinarli oshirishni qaror qildi. Ammo bir mutaxassislar guruhining dokladida qurolli qismda xodim kamchil bo'lish xavfining intayin yuqori ekanligi bayqalgan. Avstraliya Hamas to'qinishi boshlangandan keyin O'rta Sharqqa borgan Amerika davlat ishlar kotibi Antony Blinken arab davlatlarini ziyorat qilgandan keyin qayta yana tunji bekit bo'lgan Avstraliyaga boradi. Blinken payshanba kuni Avstraliyaga kelib, orqadan Iordaniya, Saudiya Arabiston, Qatar, Arab Birlashma Xalifaligi va Misrni ziyorat qildi. Navbatda Qohirada turayotgan Blinken Misr prezidenti Abdul Fattah Sisi bilan ko'rishgan.